طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Hammanglarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. dada. Ali qayerda? Tushlik tomoqqa kelmadi-ku. Tantarbiya mashq salg'i ketdimikin, balkim sal turib kelib qola. Xotin, qo'linglar datganmisin? Tamoq bek o'xshagandek qiladi. Allohning ne'matlariga 100 ming shukri. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Hammanglarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom Ali. Ali, bugun tantarbiya mashqi qandaqroq o'tdi? Ana, barangi qo'rimiz qani? Mening purchaq qo'yishligimni bilmabdan. Bilishimcha, tantarbiyada chiniqadiganlar say ko'ktatlarni yoqtirib yeydi. Alloh yaratgan ne'matlarga har vaqt shukr qiladi. Pa, bu tomoq bek o'xshabdi. Bek dedi. Ali, nima qilyapsan o'g'lim? Nima qilyaptin bu? Tomoq yeyapman-ku. Uni bilaman. Mening sendan so'rayotganim ne'matga qarta tashakkur aytish. Qo'limni yumganligimni so'ramoqchi bo'lsang, zaldan chiqibla qo'limni yudim. Qo'l yumay dasturxonga kelmayman bova. Men buni so'ramoqchi emasman. O'g'lim, Allohning ne'matiga hurmat qilib, bundoq gaplarni qilmasliging kerak. Bu haqda biror hadis bormi buva? Albatta bor qizim. Islom dinimiz turmushimizdagi cho'ng ishlardan kichik ishlargacha nima qilishimiz kerakligini bildirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dasturxonga kelib tomoqqa o'tirgan bir yigitga, "Ey yigit, tomoqni bismillah deb yegin. O'ng qo'ling bilan yegin, oldingdan yegin" degan. Tamoqdan keyin payg'ambarimiz duo qilganmi? Shundoq qizim, payg'ambarimiz mundaq duo qilgan. Alhamdulillah, bizga mushundoq yaxshi ne'matlarni berib, rizqlantirgan Alloh taologa minglarcha hamd va sana, tashakkurlar bo'lsin. Payg'ambarimiz yana tomoq haqida bo'lmug'ur gap qilmanglar. Chunki bunda qilganlik ne'matni kamsitganlik va cho'ngchilik qilganlik bo'ladi degan. Islomning ko'rsatmalariga rioya qilsak, turmushimiz nihoyat ratlik bo'ladi. Eng yaxshisi islomning ko'rsatmalariga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sunnatiga rioya qilaylik. Apu so'rayman, men to'g'ri qilmabdiman, chunki bularni bilmaydim dada. Endi bilgan bo'lsang, bundan keyin bu qoidaga rioya qilgin, bo'lamdi bolam. Inshaalloh, cho'qim rioya qilaman bova. Alloh sendan rozi bo'lsin o'g'lim. Buva, payg'ambarimizning hayoti haqidagi hikoyaning davomini so'zlab berma degandingiz-ku? Hikoyaning davomini aytib beraman qizim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kelganligimiz esinglardimi bolarim? Shu yerdan boshlab davomlashtiraylik. Albatta esimda bova, Xolid ibn Validning Dana plani bilan Uhud teg'ining orqasidan kelib musulmonlarni cho'chitayotganiga kelgan edik. Shundoq Ali. U chaqlarda Xolid ibn Valid texi musulmon bo'lmagan edi. Mushriklarning urushdan qochganligini ko'rib, tog' bag'rida turgan musulmon o'qchilar turgan yerlardan ayrildi. Buni fursat bilgan Xolid ibn Valid tog'ning orqasidan kelib musulmonlarni qo'rshovga oldi. Shuning bilan musulmonlar qiyin ahvolda qoldi. Endi ularni uringlar! Hujum! Hujum!
Bütün kuching bilan urushyapsan. Qarab tur, seni qandoq joylaymankin? Sen, hey Abu Quma, qarab tur. Payg'ambarimiz yonimda bo'lmasimi, men oxirgacha shahid bo'lg'ich sen bilan urushiman. Musab ibn Umayr shahid bo'ldi. İbn Qamiye oldi bilan uning o'ng qo'lini uzib etdi. U bayroqni so'l qo'lga oldi. İbn Qamiye uning so'l qo'lini uzib etdi. U bayroqni bag'riga besib, belaklari bilan chin quchoqlab, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Muhammad Allohning payg'ambaridir dedi. Rasululloh qayerda? Rasululloh qayerda? Muhammad o'ldi. O'ltiringlar. Rasululloh o'lgan bo'lsa, bizmi uning tutqa yo'lida urushib o'layli. Botirlarcha o'layli. Hurro! Ey musulmonlar, orqaga chekininglar. Tez chekininglar. Yo'q, u texi o'lmadi. U texi hayot. U jon fidolik bilan urushyotdi. Ey Velid, bu g'alaba sana bayram bo'ldi. Ular texichi u yerda. Badrdagi intiqomimizni olg'ili keldik. Bu jangdagi g'alaba Muhammaddan va uning dinidan to'liq qutulmaguncha g'alaba bo'lib hisoblanmaydi. Agar biz ularga yaqinlashsak, ular payg'ambarni qo'g'dash uchun jon tikib elishidi. Bunda qilsak, biz ziyon tortamiz. Gapimni tushundingmi? Ey Muhammad, ovozimni angladingmi? Urush degan hamini o'zgarib turdi. Bir kun sen g'alaba qilsang, bir kun biz g'alaba qilamiz. Bugun biz g'olib. Payg'ambarimiz deydi-ki, bizdan shahid bo'lganlar jannatga kirdi. Sizlar tarafdan o'lganlar do'zaxga kirdi. Biz faxrlanamiz. Sizlar faxrlanishni bilamsizlar? Bizning ilohimiz Alloh. Sizlarning ilohinglar yo'q. Og'chiqinim, Hamza ana o yerda. Hamza, sözümni anlavatamsa, men Hindi binti Utba. Sen Bedir'de öldürgenler esingda bormi? Hey Hamza, dodam, bir tuqqan inim ve tağamni sen öldürdün. Bu musulmonlarga ölüm azlık kılıdı. Sana mı şu? Vahşi, kel. Moğol Hamza'nın yürgünü sug'urib al. Ikki qo'shinning kelishim qilishi bilan urush oxirlashdi. Bu urushda payg'ambarimizmi yaralangan edi. Muborak yuzidan qon iqyotdi. Musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Bu muborak shahidlarning qini bekorga oqmadi. Uhud uchun tövendeki oyatlar nozil bo'ldi. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Makka uchun yaxshi g'alaba bo'ldi. Badrda parakandizlikka uchragandan keyin sen bizga muvaffaqiyat elib kelding, Abu Sufyan. Muhammad texichi sog' salomat turibdi. Men xotirjam emas. Uning dinini va tarafdorlarini yo'qotmay turib, menga xotirjamlik yo'q. Endi ularni bek cho'ng chaqlab ketmasangmi bo'ladi, Abu Sufyan. Ular bizga hech nima qila olmaydi. Ish buning bilan tugamaydi. Chunki Muhammad Madinaga yildiz tortyapti. Arablarning rahbarlik huquqi uningga va agash kuchlarining qo'liga o'tyapti. Meningcha sen yangi planlarni tuzayotganda qilsan. Nima qilay deysan? Yaqinda bilasizlar, yaqinda. Yahudilar shaharda musulmonlarning orasida yomon niyatini oshkorladi. Musulmonlar bir qancha qatim Yahudilar bilan urush qildi. Arab qabilalari bilan Bani Nazirning oqsoqollari va Quraysh o'z manfaati uchun ittifoqlashib, birlashish niyatiga keldi. Ey Bani Nazir qabilasining oqsoqollari, sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Madinada qanday xabarlar bor? Ey Quraysh begzodasi, men Salam ibn Mushik, yenimdikilar ibn Abil Haqiq, Hayy ibn Axtab va Kanon ibn Rabit.
Senden yordam talab qilib keldik. Sizlarga bizning qandoq yordamimiz lozim? Qani aytinglar. Xaybar diyaridan qo'g'langandan keyin qarab baqsaq, sizlarning manfaatinglar bilan bizning manfaatimiz o'xshashgan. Sizlar bilan birlashalaydi ekanmiz. Bu sababdan musulmonlarni yo'qotish uchun sizlar bilan ittifoqlashayli, birlashayli deb o'yladik. Chunki faqat birlashgandala maqsadimizga yeta olamiz. Ey suyumlik insonlar, sizlarni yana bir qitim qizg'in qarshi olamiz. Chunki sizlar bilan bizning dushmanimiz bir, Muhammad va tarafdorlari o'rtaq dushmanimiz. Undaqda Muhammad va tarafdorlarga qarshi sizlar bilan bir gavda bo'ldik. Shundaqmi? Arab qabilalari bilan so'zlashinglar. Ularni musulmonlar bilan urush qilishga tayyorlanglar. Texmi kuchli bo'laylik. Ey Abu Sufyan, sen xotirjam bo'l. Bundan keyin butun kuchimizni birlashtiramiz. Quzoya qabilasidan bir o'mak kelib payg'ambarimiz bilan ko'rishdi. Zayd ular nima uchun kelibdi? Qurayshning arab qabilalarini yig'ib Madinaga qarshi yurishga tayyorlanayotganligini payg'ambarimizga xabar qilg'ili kelibdi. Ularning soni qanchalik ekan? 10 ming kishi. Madinani bularning ziyonkashligidan qanday muhofazat qilarmiz? Payg'ambarimiz bu vaqtda maslahat qildi. Salmoni Farisi Madinaning atrofida xandaq qazayli dedi. Bundaqda dushmanlarning Madinaga kirishini to'sqili bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Hech qanday tajribamiz bo'lmasa. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning buyrug'iga itoat qilamiz. Uning qarori eng to'g'ri qaror. Sizlar hargiz g'am qilmanglar. Oqibatimiz yaxshi bo'ladi. Madinani sog'-salomat qo'g'dishimizga Alloh yordam qilg'ay. Bova, nemishqa xalq bilan munosabatlik bir ish bo'lsa-la payg'ambarimiz atrofdagilar bilan kengashib maslahatlashidi. Buni bilgin ba. Chunki bizga o'zaro bir-birimizning fikrini elish, maslahatlashishning vojib ekanligi, musulmonlarning ko'nglini elish, o'rtaq bir fikrda birlikka kelishning muhimligi, o'z shahriga mas'ul bo'lishni bildirmoqchi. Undaqda bu urush qanchinchi yil bo'ldi buva? Hijriyaning 5-yili bo'ldi Fatima. Tafsilotiga bak qiziqyapman bova. Sizdan so'ray, Xandak qanchalik kenglikda qazilgandi? Kelar qitimda buni sizlarga tafsiliy deb beraman bolarim. Hozir ruxsat qilsanglar, men biroz orom olib olay. Kelar qitim cho'qim so'zlab bersiz-a buva? Albatta Fatima, men sizlardek yosh emas. Osonla yerib qolaman. Shunga men birdam orom olib olay qizim. Ammo biz bu hikoyaning davomiga bekmi qiziqyapmiz. Xotirjam bo'lgin bolam. Davomini yaqinda o'rganasan inshaalloh. Sabr qilinglar bolarim. Chunki sabr qilish eng chong fazilatlardan biri. Men endi orom olib olay.